Nomidan 50 ming so'm to'yini keldi qo'yni vaqtingiz. Ikon katta palonsa. Yerga tushib turaman. Priyom qilib, men priyomdan o'tib borib, yotib ko'rsam ham uni hisob ketmaydi. Qaytadan olishadi. İbrahim Akani oğlunun nomidan. Yok koydur, malades. Ey. Olasan ha, men yaşamma olasan. Yok. Yozdir, oz vaqt qoldi, yozdir. Oz vaqt qoldi. Bo'ldi. Nima bo'lyapti hozir? Jamshidga kel birta katta zotdan o'tiramanmi? Kel. O'tir. O'tir ekan. Hadi mana. Çok bekle canım, bekle. Hadi. Hadi. Yaz mı sen? Dene oku yaz. Yaz. Altın soy Jamshid. Bekavga bir tane 200 ming so'm puli bor. Amin, oqlar akbar. O'tiraman mı qarab? Polvon. Oltinsoydan Jamshid polvon. Ekavni 5 yashar tana. Bitta posilka 50 ming so'm. Yana olishiga ancha narsa bor. Hali qilib olasan. Necha qilsang berganimizga ko'nasan. O'rtoqlar, Samat Aliqulovning nomidan Jamshidlarning zotining ustiga 50 ming so'm pul keldi. Javobgar shaxs Elmurod Sherzod. Jamshidlarning zotining ustiga ham yana shu Samatning nomidan 50 ming so'm. Kimga bitta? Sendar domillani nomidan 50 ming so'm to'yini keldi qo'yni vaqtingiz. İkon katta palonsa. Yerga tushib turaman. Shoyimqulov sendar. Qo'yvar degan ekan. Shahzod. Qarakol Buxoro. Shahzod polvon. O'rtoqlar. Usta Faridinning nomidan 50 ming so'm Orqotlarning zotining ustiga keldi. Bundan yosh pastlab ketsa iloji yo'q. O'rtoqlar. Bo'lgani yo'q, es. O'rtoqlarga. Ey, Kameraga qarasing, kameraga. o'rtoqlar, biz ham Xudodan qo'rqamiz. Bu aylantiryapti, aylanmayapti. Bunisi ustidan aylantirib o'tdi, chest bosyapti. Halol Jamshid. Video bor, esaka. Mana kamera. Qaysi tushundim? Gördünüz mü? Hala quloq soldi. Eng gapiraman quloq soldilar. Milliy kurash mana shunday narsa bo'ladi. Agar men priyom qilayotgan bo'lib, men priyomdan o'tib borib 2 yilkam yelkaga teksam hisob emas. Tushundingizmi? Agar men priyom qilib, men priyomdan o'tib borib yotib ko'rsam ham uni hisob ketmaydi. Qaytadan olishadi.
O'rtalar. O'rtalar, ey. Davrani olib boramiz. Birov-birovdan xafa bo'lmaydi. Bu olish. Hech kim ham aniq bilmaydi. O'rtalar shularni zotini ustiga qo'shib beraman. Ibrohim akani o'g'lining nomidan. Qo'ydir, молодец. Ey, ikkovingni yo'q, normalni olishmaydimi? Zibara. Chiroyli olish, rahmat senga. Sening jonim chiroyli. O'rtoqlar. Benordan Zohid. Sardor Angordan ikkovini chori qo'y, Ko'samsarka, Posilka 50 ming so'm puli bor. O'ktam degan fermer bor, ularga zayrlarda pullaga yo'q. Baribir 100 ming so'm keldi. Qo'ymasan Jamshid. Hadi. 100 ming so'm. O'ktamning nomidan, O'ktam tog'asining nomidan. Shu maktabdimi? Nima bo'y deydi? Siz jobidanmi? Nima bo'lganini bilmaysiz. Ha? Olasan. Olanadandiki. Avval aka, bir sandiq konspekt bor kerak bo'lsa. O'rtalar kommersantlar endi turdi endi bular o'tirib bo'lmaydi. Kimning nomiga? O'rtalar. Yana kim keldi? Yana bitta kelsin-da. Yana bitta tovuq keldi. Olasan, menga ishonma olasan. Olasan Jamshid, olasan G'iyos. Olasan, ey barakalla. Ey tenga rahmat. Qo'ymaysan. Yiqitasan. Zot olasan. Ey tenga rahmat. Yo'q. O'rtoqlar, polvonga qish inom qilaman desangiz, qarsa chalib, yaxshi gap gapiringizlar. Iltimos sizlardan. Yaxshi qarsa chalib. Bu ikkoy Sudur Eshonboyning nomidan 50 ming so'm Jamshid bilan G'iyosning zotini ustiga keldi yana. Bellar qayerda? Juda chiroyli kurashyapti G'iyos bilan Jamshid polvon. Dinov Oltinsoy. Sen joyiga. Dinov haqida bo'ldi. Xo'p, ikkoviga 50 ming so'm pul, bitta ko'zim sarkasi bor. Allohu akbar. Yozdir. Oz vaqt qoldi. Yozdir. Oz vaqt qoldi. Bo'ldi. Nima bo'lyapti hozir? Men seni ikkovingni buni yotganini ko'rdim. Ha, aylanar ekansan. Ha, qo'yib yubordi. Men seni buni yiqitib turgan paytda ustiga keldim. Olayaq yasay seni. Bo'lmadimi? O'rtoqlar, Begzod Komillarning nomidan Jizzaxni puliga o'xshayapti. 50 ming so'm Jamshidlar zot ustiga. Mana ikkovini ajratganingizda duo bermay turingizlar. Ikkoviga duo bermay turingizlar, ajratganingizda pul beringizlar. Olasan Jamshidda. Endi bilmasam. Qahramon, qahramon. Shu san nazar qilingizlar.
Ortada. Olcan. Jamshid. Oldu. Ortada. Jamshid Tuzotinovchi. Jamshid bo'ladi puli. Jamshid pulini oladi. Jamshid pulini. Hey, Jamshid bo'ldi qiling. Okey. Oldu. Jamshid pulini ol. Hey, 2 metr ortaya. 2 metr. Nima bo'ldi?